odatlar nima uchun olamshumul o'zgarish hosil qila oladi? Kishilar ha degandila ba'zi hal qilg'uch paytlarning ahamiyatini yuqori mo'ljallab olib, har kuni ro'yobga chiqariladigan kichik ilgirlashlarning qimmatini tovanchoqlab qoladi. Biz doim cho'ng muvaffaqiyat zo'r ko'lamli harakatlarni taqozo qiladi degan nuqtani o'zimizga talqin qilib turamiz. Mayli o'ruqlash, egilik tiklash, kitob yozish, chempion bo'lish yoki boshqa har qanday nishonni ishga oshirishda bo'lsin, biz doim o'zimizga bisim qilib, hamma odam og'zini ichibli qolgudek olamshumul ilgirlashlarni qo'lga keltirishga urinamiz. Buningga solishtirganda 1% ilgirlash kishilarning hech qancha diqqatini torta olmaydi. Lekin uning ahamiyati texmi zo'r bo'lishi mumkin. Uzunni o'ylaganda ahvol texmi shundoq. Vaqtning o'tishiga ergishib, kichik ilgirlashlardan g'oyat zo'r o'zgarishlar vujudga chiqadi. Buning hisoblash usuli mundaq. Agar siz uda 1 yil har kuni 1% dan ilgirlasangiz, yil to'shqanda 37 hassa ilgirlay olasiz. Aksicha, agar siz 1 yil bo'yicha kuniga 1% dan chekinsangiz, yil to'shqanda hozir ilikingizda bor narsalarning hammasi asosan 0 ga tushib qoladi. Kichikkina g'albalar yoki mag'lubiyatlar jug'lansa, g'oyat zo'r g'alba yoki mag'lubiyatlar maydonga keladi. Odat o'zini yuksaltirishning domilima foydasidir. Xuddi pul domilima foyda orqali hassilab ko'paygandek, odatlaringizning unumi sizning shu odatlarni izchil takrorlashingiz natijasida hassilab oshadi. 1-2 kunda hech qancha farqni payqay olmaysiz. Lekin bir necha oy yoki bir necha yil o'tgandan keyin siz bu odatlarning g'oyat zo'r unum hosil qilganligini bayqaysiz. Aradan 2 yil, 5 yil yoki 10 yil o'tganda o'tmishga nazar solsangiz, ondan yaxshi odatning qimmatining va nachar odatning badalining kishini hang-tang qoldirgudek darajada yuqori ekanligini bayqaysiz. Kundalik turmushda bu ufqumni anqirish qiyinga to'xtashi mumkin. Biz odatda kichik o'zgarishlarga ancha eranishib ketmaymiz. Chunki shu vaqtning o'zida uning hech qancha o'zgachilik yo'qdek ko'rinadi. Masalan, siz hozir ozg'ina pulni saqlab qo'ysangiz, millionerlikdan yanada ko'p yiroqda bo'lasiz. Uda 3 kun chiniqish zaliga barsangizmi, badaningizda hech qanday yaxshilanish ko'rilmaydi. Bugun kechda 1 soat ingliz tili o'rgangan bo'lsangizmi, yanada bu tilga mahir bo'la olmaysiz. Biz ba'zi o'zgarishlarni ro'yobga chiqargan bo'lsakmi, yanada ko'zlagan unumga yetolmaymizda, shu sababli ilgirlashga bo'lgan rag'batimiz suslab, ilgirki holatimizga qaytib olamiz. O'lmakning ustiga tepmak degandek, o'zgarish sur'atining ostiligi yana nachar odatlardan qutulishni tezlashtirib etadi. Agar siz bugun kechda bir vaqt nomuvofiq oziqlangan bo'lsangiz, badan ig'irligingiz hech qancha eshib ketmaydi. Agar siz bugun kechda bak kechgacha ishlab, oilangizdagilarga vaqt ajratmagan bo'lsangiz, ular damalliqqa sizdan ranjib ketmaydi. Agar siz qo'lingizdagi ishni ertaga qoldirsangiz, hamini uni tugatgidek vaqt chiqara olasiz. Kishilar har doim o'zini biror qitim o'z mayliga qo'yib etishning qaroyiti chog'liq deb qaraydi. Lekin agar birov har kuni 1%lik xatolikni davomlashtiraversa, ya'ni takror nobop qaror chiqarib kichik xatoliklarni takrorlayversa, hamda kichik xatoliklar uchun bahona izlasa, vaqtning o'tishiga ergishib, nobop kichik tanlashlar ziyonli oqibatga aylanadi-da, yo bu yerda, yo u yerda 1%lik nacharlashish ko'riladi. Bu xil xatoliklar jug'lansa, uning nachar oqibatlari mana men debla ma'lum bo'ladi. Odatingizni shunchaki o'zgartirishingizning ta'siri aeroplanning uchish liniyasini bir qancha gradus tangshishining ta'siriga o'xshab ketadi. Shuni tasavvur qilib beqing. Siz Los Anjelesdan Nyu-York qarab uchdingiz. Aeroplan Los Anjeles xalqaro aerodromidan qo'zg'algandan keyin uchquchi uchish liniyasini janubga 3,5 gradus tangsisila, manzilingiz Nyu-Yorkdan Washingtonga o'zgarib qoladi. Aeroplan uchishga boshlaganda siz bu xil kichik o'zgarishni asosan his qila olmaysiz. Chunki bu xil ahvolda aeroplanning beshi faqat bir qancha futli buriladi. Lekin ashunchalik farqni butkul Amerikaga kengaytsangiz, ikki manzil orasida necha 100 mil farq ko'rilganligini bayqaysiz. Shuningga o'xshash, kundalik odatlaringizda shunchaki o'zgarish ko'rilsa, hayotlik yo'lingiz tamoman farqli bir manzilga tutishadi.
Siz 1% yaxshilanish yoki nacharlashish to'g'risida qaror chiqargan vaqtingizda, bu qaror ashu paytning o'zida faqatla ko'zga chiliqmaydi. Lekin siz son-sanoqsiz paytlardan tarkib topgan hayotlik musofangizga nazar solsangiz, ashu tanlashlaringiz sizning kim ekanligingiz bilan kim bo'lishingiz mumkinligi orasidagi farqni belgilaydi. Muvaffaqiyat qandaqdir hayotda biror qitim ko'riladigan g'oyat zo'r burilishlarning emas, balki kundalik odatlarning jug'lanmasining mahsulidir. Demak, sizning mushu paytning o'zida muvaffaqiyat qozonganligingiz yoki hech bir ishni ro'yobga chiqara olmaganligingiz muhim emas. Muhimi, navbatdagi turmush odatingizning sizni muvaffaqiyatga opiradigan yo'lga kirgizalmaganligidir. Siz o'zingizning hozir qanday qutuqlarga erishganligingizdan bakrak navbatdagi hayotlik liniyangizga ko'ngil bo'lishingiz kerak. Masalan, siz hozirning o'zida millioner bo'lsangiz, lekin har oylik xarajatingiz kirimingizdan eshib ketgan bo'lsa, undaqda kelajak liniyangiz to'limi chatoq degan gap. Agar siz iste'mol odatingizni o'zgartmasangiz, oqibatingiz cho'qim chatoq bo'ladi. Buning aksicha, agar hozirgi kirimingiz oz bo'lsa, lekin siz har oyda oz bo'lsin pul yig'ib qo'yayotgan bo'lsangiz, undaqda siz moliyaviy ho'llikka tutishadigan yo'lga kirgan bo'lasiz. Ilgirlash sur'atingiz ko'zlaganingizdan tuvan bo'lsa-mu, ahvol yanada shundoq. Siz erishgan natijalar odatlaringizni o'lchaydigan ishdan keyingi muvaffaqiyat ko'rsatkichidir. Bu bir ish yuz berib bo'lgandan keyin shu ishning muvaffaqiyatli bo'lgan-bo'lmaganligiga dalolat qiladigan ko'rsatkichdir. Masalan, kishi til o'rganish odatini uda bir mezgil davomlashtirgandan keyin bu jihatda ko'ngildagidek ilgirlagan yoki ilgirlayolmagan bo'lsa, ashu ilgirlash yoki ilgirlayolmaslik uning til o'rganish odatining ishdan keyingi muvaffaqiyat ko'rsatkichi hisoblanadi. Sap mulkingiz sizning moliyaviy odatlaringizni o'lchaydigan ishdan keyingi muvaffaqiyat ko'rsatkichidir. Badan ig'irligingiz yemak-ichmak odatingizni o'lchaydigan ishdan keyingi muvaffaqiyat ko'rsatkichidir. Bilimingiz o'rganish odatingizni o'lchaydigan ishdan keyingi muvaffaqiyat ko'rsatkichidir. Hujuringiz degandek turmush muhitingizning ratlik qalaymaganligi turmush odatingizni o'lchaydigan ishdan keyingi muvaffaqiyat ko'rsatkichidir. Erishganlaringiz kun-kunlab, yil-yillab davomlashtirgan odatlaringizning natijasidir. Agar siz mavjud sharoitlar o'z piti davomlashgan ahvolda kelgusingizning qanday bo'lganligini bilib baxmoqchi bo'lsangiz, kichik foyda va kichik ziyonlar to'g'risidagi agar siziqni sizib chiqib, kundalik tanlashlaringizning kelgusi 10 yil yoki 20 yilda qanday berikma ta'sir bo'lganligiga qarab baqsangiz bo'ladi. Har oylik xarajatlaringiz kirimingizdan tuvanmi? Har haftada chiniq sog'liq beryapsiz? Har kuni kitob o'qib, yangi narsalarni o'rganyapsiz? Ana shunday kichik mujodilalar kelgusingizning qanday bo'lganligini belgilaydi. Muvaffaqiyat bilan mag'lubiyat orasidagi farq vaqtning o'tishiga ergishib borgan sir cho'ngiydi. Mayli siz qaysi yo'nalishga qarab turishing, cho'qim uning natijasini ko'rsiz. Yaxshi odat vaqtni ittifoqdashingizga aylantirsa, yomon odat uni dushmaningizga aylantirdi. Odat qo'sh pisliq xanjardir. Yomon odat sizni halok qilsa, yaxshi odat sizni borgan siri yuksaltirdi. Bu ikkili xil jarayon to'limi oson ro'yobga chiqa oladi. Shu vajidan buning tafsilotlarini to'liq tushunish intayin muhim. Siz yomon odatlarning ta'siridan eng zo'r darajada qutulish uchun odatning qanday rol o'ynaydiganligini hamda odatlarni o'z xohishingizga binoan bekitishni bilib olishingiz kerak.